Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Vektorlar mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, xo'sh, vektorlarning kalinerligi va komplementarligi haqida so'z yuritamiz, tushunchalar berib o'tamiz. Birinchi A vektor berilgan bizga, B vektor berilgan, S1 va S2 vektorlarini kalinerlikka tekshirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi S1 bilan S2 vektorini topib olsak, S1 vektor demak bo'ladi. A vektorini 6 ga ko'paytirishimiz kerak. 6 ga ko'paytsak 18, 24 va minusda 6. Minus B vektorini 3 ga ko'paytiramiz. 3 ga ko'paytirsak 6 minus 3 3. Ayiradigan bo'lsak 18 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak 12, 24 dan minus 3 ni ayirsak 27, minus 6 ayirib 3 minusda 9 bo'ladi. Xo'p, S2 vektorini topadigan bo'lsak, demak A ni minus 2 ga ko'paytirsak minus 6 minus 8 va 2 qo'shamiz. B vektor 2 minus 1 va 1. Minus 6 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak minusda 4. Minus 8 ga minus 1 ni qo'shsak minusda 9. 2 ga 1 ni qo'shsak 3 bo'ladi. Ana endi S1 ni S2 ga nisbatini oladigan bo'lsak, 12 ni minus 4 ga bo'lamiz. 27 ni minus 9 ga bo'lamiz. Minus 9 ni 3 ga bo'lamiz. Hammasi demak minus 3 chiqadi. Minus 3 bir xil son chiqqani uchun S1 va S2 vektorlar kolinear vektorlar bo'ladi. Agar bu nisbatdan birortasi bir-biriga teng bo'lmay qolsa edi, ikki xil yoki uch xil chiqib qoladigan bo'lsa, S1 va S2 vektorlar kolinear emas chiqadi. Ana endi uchta vektorni komplementarligiga tekshiramiz. Ya'ni uchta vektorni komplementarligiga tekshirish uchun ulardan tashkil topgan determinantimiz 3 ga 3 determinantimiz 0 bo'lishi kerak bo'ladi. Agar 0 bo'lmasa, komplementar emas. Ya'ni komplementar degani parallel tekisliklarda yotuvchi yoki bir tekislikda yotuvchi vektorlar degani. Bu 3 ga 3 determinant hisoblashda har uchburchak va sariq usulni o'rgandik. Birdaniga hisoblab ketaveraman. Minus 6, minusda 4, plyusda 0, plyusda 6, plyusda 2, minusda 0. Demak, hisoblasak 6 bilan ketadi. Minusda 2 chiqadi. Minus 2 0 emas. Demak, ABC vektorlar komplementar emas. Yoki no komplementar deb aytiladi. Vektorlarga taalluqli bo'lgan misol masalalar shulardan iborat. Yana keyingi mavzularda agar misollar kelib qoladigan bo'lsa, yana tushuntirib o'tib ketaman.